Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani tushunarli bo'lishi uchun Vadil shaharchasiga yetib kelganmiz. Bizni Telegramdan kuzatib borgan opamiz xonadoniga yetib kelib ushbu ishlarimizni o'rnatdik. Bu opamizdan ham qisqacha jicha suhbatini olamiz. Opa, ishlar qutlug' bo'lsin endi. Ramazon oyi munosabati bilan mana aytilgan vaqtga ulgutib yetib olib keldik. Ertaga Xudo xolasa mehmonlaringizni yaxshi kuzatib olsangiz. Ishlarimiz aytilganidek chiqibdimi, yoqdimi? Rahmat sizlarga ham kattakon. Ko'nglim to'ldi. Ranglaridan ham, sifatlaridan ham. Alloh omadingizni bersin, ishlaringiz rivojini bersin, hamisha o'zi qo'llasin. Barakotini bersin topganingizga Xudoyim. Nima niyatlaringiz bo'lsa niyatingizga yeting. Mebellari juda ham yoqdi menga hammasi. Rahmat kattakon. Sizlar ham rozi bo'linglar mehnatlaringga. Mehnatlarimizga rozimiz, bergan pulingizga rozi bo'lamiz. Roziman, Iloyim rahmat. yaxshi kunlarda, to'ylarda xizmat qilsin doim. Xo'p, rahmat. Bu opamizga xontaxta ham qilib berganmiz. Narigi xonasiga o'rnatdik. Iloji bo'lsa uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu xona sal kengroq ekan. Enini har doimgidek agar videolarimizni ko'rgan bo'lsanglar, 1.10 santimetrlik qilib beryapti. Buni 1.35 santimetrgacha qilib berdik. Enini 3.10 dan ikkita bo'ldi, 620 santimetrlik bo'ldi. Xudo xolasa uylariga yaxshi joylashdi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Ekranning tepa qismida Telegram kanallarimiz bor. Joylaymiz, o'tib bemalol kuzatib chiqsanglar bo'ladi. Bundan boshqa vibrlari ham bor, stol-stullarda har xil ranglari. Zakazga binoan tayyorlab beraveramiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Ramazon oyi barchaga muborak bo'lsin.